Mana bu yigitlardan biri noodatiy jahon rekordini o'rnatdi. Ismingiz nima? Ismim Randy Gardner. Ismim Randy Gardner. Ismim Randy Gardner. Ulardan qay biri la'natli Randy Gardner? Qaysi biri 11 kun uxlamagan? Ismim Randy Gardner. Birinchisimi? Ikkinchisimikin? Yo, uchinchisimi? Balki bu texnikimiz pashadir. Shu yerdaman. Qariya. Xayrli kech, og'ayni. Bu nima, uyqu dorining yon ta'sirimi? Og'ayni, charchaganga o'xshaysan. O'zingga qara. Ahvoling mendan yaxshiroqmi? Katta janjal bo'ladigan ko'rinadi. Nima qilsam ekan? Xo'sh, anchik ta'ziringni yeysan endi. Qariya, ko'zimdan yo'qol. Ko'rsatuvni ko'rayotgandim. Randy Gardner, menman. Qanchadan buyon uyg'oqman? Qancha vaqt uxlamaslik mumkin? Yoki bu ongli tushu lampochka orqali men bilan aloqaga chiqishyaptimi? Ha, menimcha sirkada ritmim ishdan chiqqan. Yoki tsikadami? Tsikada 33:01. Ha, 33. Lekin men 34 yoshdaman. Nega uxlamayapman? So'nggi ATF molekulasini yoqdim-ku. Balki hamma gap qahvadadir. Bir yo'g'i 7 chashka ichdim. Alo? Adenizmmi? Retseptorlardamisan? Endi Dali rasmlarini qanday chizganini bilaman. U la'natli gipanagik bo'lgan. Odamlar uxlaganda nigohlari qotgan holda yurib jang qilishadi. Yo aksincha turgan joylarida o'chib qolishadi. Tananing eng dahshatli xatosi saraton deb o'ylagan bo'lsangiz, bu yerda siz qattiq adashasiz. DNK shunday buzilishi mumkinki, jismoniy darajada uxlay olmaysiz va bir necha oy o'tib o'lasiz. Ha, uyqusiz odamzod zombiga aylanadi. Meni ham shu narsa kutmoqda. Tushlarim bo'sag'asida kim turadi? Akinfeyev? Yoki Xavoriy Pyotrmi? Xonamda somnologning portreti nima qiladi? U menga juda muhim narsani aytganday. Ha, bo'ldi, esladim. Tabriklayman. Nihoyat uyqu haqidagi uzoq kutilgan sonimiz chiqdi. Yana qahva. Rahmat. Xo'sh, boshlaymiz. Hozir bilib olasiz. Kim boshimizdagi chiroqni o'chirib, uyqu eshigini ochishi, odamning 3-chi ko'zi qayerdaligi, ajdodlarimiz qanday uxlaganlari va nega biz umuman boshqacha uxlashimiz? Aslida kim boy o'g'li, to'rg'ay yoki kabutar ekaningiz tushda ko'rish ehtimoli nega ko'pchilik yotoqdan qo'rqishi? Butun dunyo qanday qilib o'z biologik soatini qayta ishga tushirgani, uyqu tanani qanday tiklashi, nega har xil ahmoqona bema'ni narsalarni tush ko'rishingiz va bunda qanday ma'no borligi, uxlaganda jinsiy aloqa va qotillik qilish ehtimoli, ongli tush ko'rishni qanday o'rganish mumkinligi va yotoqxonani shohona uyqu uchun qanday yangilash kerakligini bilib olasiz. Hayot taqvimi esingizdami? Bu yerdagi har bir katak umringizni bir haftasi. Sizningcha qarilikda muhtojlik sezmay yashashingiz uchun qancha katak davomida ishlash kerak? Xo'sh, ehtimol bu yergacha. Deylik 55 yoshgacha. Biroq hamma ham shu fikrda emas. Hatto 35 yoshda nafaqaga chiqishni maqsad qilganlarning FIRE nomli harakati ham bor. Va bu u qadar xom xayol emas. Joriy maoshingizni yarmiga teng nafaqa olishni istasangiz, unda maoshning yarmini tejab 16 yilda nafaqaga chiqish mumkin. Joriy maoshingizning 80% ni ajratsangiz, unda atigi 12 yilda nafaqaga chiqasiz. Yoshim qariyb 35 yoshda va nafaqaga chiqishga tayyorgarligimni his qilmayapman. Ammo gap shundaki, FIRE dagilarning deyarli hammasi ITchilar va siz ham ularga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun matematik, megamiya yoki tug'ma haker bo'lish shart emas. Yo'q,
Tanishing, bu Vitalik. Meni murabbiyim. Karantin bo'lgani uchun ko'chada mashq qilamiz. Vitalik sobiq maxsus bo'linma xodimi. Shu bois ko'pincha jangovar mashqlarni bajaramiz. Lekin nega u haqida gapiryapman? Chunki yaqinda Vitalik dasturlashni o'rgana boshladi. Endi u bajaradigan 4-mashq miyani yaxshilaydi. Viti uchun hayotining odatiy oqimini o'zgartirib, miyasi bilan ishlay boshlashi muhim edi. U ilk qadamni tashladi. Bunday hikoyalar bisyor. Muvaffaqiyatingiz haqida qayg'uradigan Skype Pro maktabining Python dasturchisi kursi ma'lumotsiz odamlarga ham dasturchi bo'lishda yordam beradi. Python eng mashhur dasturlash tili. JavaScriptda bir abzas joyini egallaydigan narsa Pythonda atigi bir satr kod bilan beriladi. Muhimi, data science, sun'iy idrok va internetdagi narsalar bari Python tilida gapiradi. Bu ilovalarning hammasi unda yaratilgan. Ish topib bo'ladimi degan savolga javob: ha, bo'ladi. Ish ko'p, shu sabab bu kurslar shu qadar mashhur. Rossiyaliklarning atigi 10% oyiga 100 mingdan ortiq maosh oladi. Siz esa Skype Pro'da o'qigach ancha ko'p pul ishlay olasiz. 2 yil ishlagach ish haqingiz 150 ming rublgacha oshishi mumkin. Senior bo'la olsangiz esa unda 300 minggacha. Skype Pro'ning o'ziga xosligi shundaki, darslar uchun qo'l ostingizda kompyuter bo'lishi shart emas. Ilovaning o'zi yetadi. Unda ma'ruzalarni tomosha qilib, workshoplarda qatnashasiz va trenajyorda shug'ullanasiz. Hayotda nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, unda tavakkal qilib ko'ring. Ko'p ishlagan emas, tavakkal qilish va hayotini o'zgartirishdan qo'rqmaydigan odam pul topadi. Pastdagi havolada mendan istalgan Skype Pro kurslariga 10% chegirma bo'ladi. O'zingizga yaqin narsani tanlang va qo'rqmang. Biz esa tushlar haqida boshlaymiz. Yop. Yan. Endi sizni navbatingiz. Xavotir olmang. Bu sonda 100 dan ortiq faktni eshitasiz. Zerikishga vaqt bo'lmaydi, esnashga ham. Sizni sermazmun son kutmoqda. Faqat nimadan boshlasam ekan? Topishmoqdan boshlayman. Hushdan ketib, ko'ziga har narsa ko'ringan va ko'zidan pastda falaj bo'lgan odamdan nimani so'rash kerak? Qahva ichasizmi? Sizda hech shunday bo'lganmi? Qahva ichasiz-u, lekin tetiklash o'rniga qattiqroq esnay boshlaysiz. Ha, menda ham bo'lgan. Biz shunchaki uni noto'g'ri ichamiz. Ijozat bering, qanday qilib to'g'ri ichishni aytaman. Uyqungiz kelmasligi uchun qahvadan keyin uxlash kerak. Ingliz tilida bu coffee nap, ya'ni qahvadan so'ng mizg'ish deyiladi. Sababini tushuntiraman. Bizga har bir hujayramizda sintez bo'ladigan ATF molekulalar energiya beradi. Aytgancha bu molekulasiz, masalan, hatto ko'zimizni ham ocha olmasdik. Deylik, ishga shoshilayotganda ATFni yoqqanmiz, undan axlat, adenozin qoladi. Bu esa charchoq molekulasi. U miyamizdagi retseptorlarga o'tiradi va uning faolligini bostirib bizni charchatadi. Ammo retseptorlarni shunchaki adenozinni kofein bilan almashtirib aldash mumkin. Kofein o'sha ahmoqona stulli o'yinda bo'lgani kabi adenozinda oldinroq retseptorlarga o'tirib, uning bizni allalashiga to'sqinlik qiladi. Ammo bir finjon qahvadan so'ng yana biroz uxlasak, adenozinning bir qismi retseptorlarni tark etib, 20 daqiqadan so'nggina ta'sir qila boshlaydigan kofeinga ko'proq retseptorlar qoladi. Charchoq molekulalari o'tiradigan yer bo'lmaydi. Bo'sh stul yo'q axir. Asosiysi chuqur uyquga ketmaslik va tetiklikni yo'qotmaslik uchun 20 daqiqadan so'ng uyg'onish. Adenozin va kofein uyqungizni boshqaruvchi atigi bir juft modda. Aslida uyqu shunga o'xshash o'nlab moddalarning murakkab kokteylidir. To'liq sxema miyangizni portlatib yuborishi mumkin. Biz uni siz uchun o'rgandik va oddiy faktlardan boshlaymiz. Bu asab tizimidagi eng oddiy hujayra neyron. Sizda ulardan yuzlab milliardi bor. Ular kimyo va elektr toki yordamida o'zaro muloqot qilishadi. Tom ma'noda tezligi pnevmatik to'pponcha o'qiday soniyasiga 120 metr bo'lgan tok yordamida. Shu sababli miya mushaklarga buyruq berishi bilanoq barcha harakatlar bir zumda sodir bo'ladiganday tuyuladi. His etish ham nimanidir hidlashimiz, ko'rib unga tegishimiz bilanoq bir zumda sodir bo'ladi. Shu bois Formula 1 haydovchilari katta tezlikda burilishga bemalol ulguradilar. Motorika va idrok tezligi bolidnikiga qaraganda tezroq. Bu hujayralar musbat zaryadlangan natriy bilan faol ravishda almashishlari tufayli ro'y beradi. Natriy ko'p bo'lsa, tok paydo bo'lib, fikringiz stadiondagi muxlislar talqiniday zanjir bo'lib yuguradi. Hujayralar o'rtasida ko'proq manfiy xlor o'tsa, ular introvertlarga o'xshab o'zlariga o'zlari yopilib oladilar. Tok yurmagach, kallamiz ishlamay qoladi. Endi miyangiz va asablaringizda tok qanday yurishini bilasiz. Demak, uyqu
Asab tizimining blackouti faqat barcha yo'nalishlar emas, fikrlash, ong va tashqi dunyo bilan aloqa qilishga mas'ul bo'lgan katta qismi uchun. Qiziq savol, rubelnik qayerda? Avvaliga bir narsani tushunishingiz kerak. Miyangizda modalarning ikki jamoasi, mediatorlar doim kurashadilar. Ushbu kurash natijasi Duracell quyonchasida yugurib, rekord o'rnatishingiz yo uyqu rejimiga tushib, hatto shimingizni tortib qo'ya olmasligingizni hal qiladi. Bu nazoratning birinchi darajasi. Mediatorlar urushi. Bir jamoa bizni doim tetik holatda tutishga intiladi. Keling uni flex jamoasi deymiz. Ikkinchisi esa sizni mudom bo'shashtirib uxlatishga harakat qiladi. Keling uni chill jamoasi deymiz. Birinchi jamoada qo'zg'atuvchi mediatorlar va mukofotlash tizimi o'ynaydi. Ehtimol bu jamoadan kimnidir tanirsiz. Serotonin va dopamin. Ular nafaqat o'yinda g'alaba qozonganda yo to'plesni tomosha qilganda zavqlanish uchun javob beradilar. Yana ular hujayralarni natriyga to'yintirib, tokni neyronlar orqali shiddat bilan yugurtiradilar. Miya bunday mediatorlarni uyg'oq paytingizda shunchaki sezilmas rag'batlantirish sifatida doimiy ravishda ishlab chiqaradi. Shunchaki onangizni erkatoy bo'lganingiz uchun. Yana oyoqda turish, ishlash, o'ylash, boshingizni bura olish uchun. Serotoninsiz o'lasiz. Hatto qimirlay olmasligingiz aniq. Bu flex jamoasi edi. Chill jamoasida kim o'ynaydi? Undagi asosiy o'yinchi gamma aminoyog'li kislota. Qisqartirilganda GAMK. Nomlanishining o'ziyoq sizni uxlatmoqchiday. GAMK o'z-o'zidan fikrlaringizni sekinlashtirmaydi. Buning o'rniga u doimo bizni uyg'oq ushlab turadigan flex jamoasini yiqitishga harakat qiladi. U ishlab chiqarilgan joy xuddi mana bu yerda. Ko'rish nervlar kesishmasida joylashgan. Biz izlayotgan rubelnik shu bo'ladi. Bu ikki jamoa qanday kurashishni tushunishingiz uchun oddiy misol keltiraman. O'zingiz ham payqagandirsiz. To'shakda jimgina yotibsiz va to'satdan baxt yiqilish hissidan keskin seskanib ketasiz. Bu nima edi? Chill jamoasi g'alaba qozondi. Ammo birdaniga butun miyada emas. Birinchi bo'lib tananing makondagi holati uchun javobgar qismi o'chgan. Shuning uchun o'zingizni yiqilayotgandek his etasiz. Nega seskanasiz? Chunki flex jamoasi buni nazoratni yo'qotish deb sanab javob zarbasini beradi. Muvozanatni saqlash uchun favqulodda mushak refleksi. Farazlardan biriga ko'ra, u o'ta qadimiy bo'lib, primatlarda daraxtdan yiqilayotganda darhol uyg'onish uchun paydo bo'lgan. Daraxtni ikki kravatlariga almashtirganimizga ancha bo'ldi, ammo tizim to'liq yangilanib ulgurmagan. Shu bois hamon uchamiz. Demak, miyamizdagi uyqu rubelligini topdik. Endi u nima uchun ishga tushishini tushunish qoldi. Bu ikkinchi darajali nazorat uyqu eshigi. Uni ochish uchun yadroviy jangovar kalitni ishga tushirishda bo'lgani kabi ikkita kalitni burash kerak. Uyquga birinchi kalit bu hujayralarning charchashi, ikkinchisi biologik soatning signali. Bu ikkala jarayon grafigi. Qahva yordamida kurashadigan adenozinni eslang. Kechga yaqin u hujayralarda ko'p miqdorda yig'iladi. Mana tepadagi o'qlar. Bu tanamiz uchun signal, ya'ni hujayralarni chiqindidan tozalash uchun uxlash vaqti keldi. Biologik soat bizni xuddi shu vaqtgacha taxminan shu yergacha hushyor tutadi. Charchoq signali cho'qqisiga yetib, biologik soatdan keladigan tetiklik signali so'na boshlagach, uyqu eshigi ochiladi. Bu vaqtda uxlab qolish eng oson bo'ladi. Biologik soat bu qandaydir mavhum vaqt hissi emas, balki boshingizdagi ikkita aniq joy. Birinchisi to'g'ri ko'rish asabi ustida joylashgan 20 mingta neyrondan iborat tuguncha. Ikkinchisi esa shu nuqta ortida. Miyaning ichkari qismida. Buddist va induslar bu yerda bejizga uchinchi ko'z chizishmaydi. Uning ortida ulkan ta'sirga ega mitti g'uddasimon bez, epifiz yashiringan. U ko'pchilik uyquni yaqinlashtirish uchun ichadigan melatoninni ishlab chiqaradi. Biroq tananing o'zi melatonin yordamida kun tartibini nazorat qilishi ham dohiyona, ham oddiy. Yorug'lik to'r pardasiga tushib turganda ko'zdan keladigan signal g'uddasimon bezni dam olishga majbur qiladi. Ammo qorong'i tushishi va signal susayishi bilan melatonin bayramini boshlaydi va tez orada sizni uyqu bosadi. Yorug'lik bor yo yo'qligini kuzatib turadigan tuz donasiga teng neyron tuguni va guruch donasidan katta bo'lmagan melatoninli tomizgich ulkan biologik mashinani o'chirib qo'yadi. Aynan shu biologik soat deyiladi. Yorug'lik uyqusirashga shunday oddiy va aniq ta'sir qiladi. Shu sababli ko'rlarning yarmidan ko'pida biologik soat yorug'likdan signal olmay, ularda o'ziga xos buzilish, 24 soatlik bo'lmagan uyqu va uyg'oqlik davri sindromi rivojlanadi. U shunday nomlanadi. Uyqu vaqti doim o'zgarib turadi. Shu bois tunda ularda uyqusizlik, kunduzi uyqusirash kuzatiladi. Ba'zi hayvonlar uchun esa bunday muammo umuman yuzaga kelmaydi.
Baliq, qurbaqa va kaltakesaklarda uyqu odatiy kurash a'zosiga bog'liq emas. Buning uchun ularda teri ostida alohida yashirin ko'z bor. Aynan u kun va tunning o'zgarishiga munosabat bildiradi. Buddistlarda bo'lmagan haqiqiy uchinchi ko'z. Mana bu iguanada esa bor. U ustida biror narsani yorug'likni to'sib qo'yganda tahdidni payqashga yordam beradi. Siz ham uchinchi ko'zingiz borligini sezgandirsiz. Tun bo'yi bayram qildingiz, tongda esa uyqusiramaysiz. Sababi sizdagi biologik soat sizni muayyan vaqtda uyg'otishga dasturlashtirilgan. Qachon uxlab qolganingiz muhim emas. Bu ko'pgina mavjudotlar, jumladan bizda ham bor bo'lgan juda qadimiy mexanizm, sirkada ritmi yoki tabiiy faollik sikllari. Shu yergacha boshimizdagi soat mexanizmi qayerda joylashgani haqida gapirdim. Sirkada ritmi u tanamiz uchun hisoblaydigan vaqt. Kun davomidagi faolligimiz, diqqatni jamlash, gormonlarni ishlab chiqish, ovqat hazm qilish va hatto tana harorati qanday o'zgarishi kerakligi. Aynan sirkada ritmi, ya'ni tanamiz uchun uxlash va uyg'onish qulay bo'lgan vaqtga qarab, xronotiplar deylik tongi to'rg'ay yoki tongi boyo'g'liga bo'linamiz. Yana qachon faol bo'lishlari haqida qayg'urmaydigan kabutarlar ham bor. Ushbu test qaysi qush ekanligingiz va qaysi grafik sizga mosligini aytib beradi. Mana men o'rtamiyona kechki turga kiraman. Testdan o'tib ko'ring. Chunki aslida bir hayvon bo'la turib boshqasining terisida yashashga urinayotgandirsiz. Grafikni atigi bir necha soatga o'zgartirib, ish unumdorligini keskin oshirish mumkin. Qizig'i shundaki, yoshlikda kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, boyo'g'li yoki kabutar, keksalikda baribir to'rg'ayga aylanasiz. Uyqu o'rtasi yosh o'tishi bilan shunday o'zgaradi. Eng yaqqol bilinadigan boyqushlar 19-20 yashar odamlar, ayniqsa erkaklar. Ularda uyqu o'rtasi bu tonggi soat 5, ammo 50 yoshdan so'ng hamma erta to'rg'ayga aylanadi. Nihoyat nega barcha kampirlar erta turishlari, avtobusda qayergadir borishlari va qachon qaramang, hatto tonggi 5 da ham poliklinikada navbatga tursangiz o'sha yerda bo'lishlarini bilib oldik. Hayratlanarlisi, xronotip faqatgina boshda emas, u tom ma'noda tananing har bir hujayrasiga tikilgan. Qanday qilib? Har bir hujayrada bir juft genga baravar yanada kichik soatlar bor. Bu genlar hujayrali atalada biroz vaqt aralashib turib, keyin xuddi o'sha genlarni o'chirib qo'yadigan ikkita oqsilni ishlab chiqara boshlaydilar. Sikl g'ildirak hosil bo'ladi. G'ildirak aynan 24 soatda bir marta aylanadi. Bu soat hujayralarning o'zi tanadan ajratilgandan so'ng ham ishlashda davom etadi. Teri hujayralari oziqlantiruvchi eritmaga joylashtirilganda shunday porlaydi. Ular buni o'z sirkada ritmlari bo'yicha qilishadi. Boyo'g'li va to'rg'ay odamlardan ushbu hujayralar olinganda, ularning faollik davri xronotiplarga to'g'ri kelgan. Shu bois jigardan terigacha bo'lgan har bir hujayrangiz tanadan ajratilganda ham ichki nanosoati yordamida hozir soat nechiligini biladi. Ertalab 8 da pirojni yesangiz, hazm qilish tizimi kun davomida shakarni parchalaydi. Chunki hujayra soatiga ko'ra uning ish vaqti. Ammo kechki 8 da yeyilgan xuddi shu pirojni yog' ko'rinishida og'ir yuk bo'lib yig'iladi, chunki jigarning ish soati emas. Shu sabab xronotipingizga qarshi o'ynashga urinmang. Barcha o'simlik va hayvonlar yorug'lik har 24 soatda yoqilib o'chadigan dunyoda tug'ilgan, yashagan va o'lgan. Quyoshni aytyapman. Marsni ishg'ol qilishga otlanadiganlar izdan chiqqan sirkada ritmidan aziyat chekishadi. Chunki Marsdagi sutka u solo deyiladi. Yerdagidan 40 daqiqa uzunroq. Bir qarashda arzimas narsaday, ammo Marsda bir oy yashasangiz ortiqcha bir kun yig'iladi. Yerda 31 kun, Marsda esa 30 kun yashagan bo'lasiz. O'zimizda Yerda yorug'lik kuni birdaniga bir necha soatga surilsa-chi? Shunaqasi o'zi mumkinmi? Ha, bir soat poyasidan boshqasiga uchib borsangiz. Bu xuddi o'sha jetlag. Uni qanday yengishga oid lifehack ham bor. Sharqqa emas, g'arbga uchish kerak. G'arbga uchganda kunni uzaytiramiz, sharqqa uchganda esa qisqartiramiz. Biz uchun o'zimizni odatdagidan bir necha soat oldin uyquga yotishga majburlashdan ko'ra, bir necha soat chidab kechroq uyquga ketish osonroq. Chet el uchrashuvlariga sharqiy yo'nalishda uchgan amerikalik beysbolchilar har bir o'yinda odatdagidan 1 ochko ko'proq o'tkazib yuborishardi. Ha, jetlag. Hatto professional sportchilar ham adashganda biz oddiy odamlardan nimani istaysiz? Albatta biz uchun ham jetlag yoqimsiz narsa. Nazarimda uni qanday yengishni bilish hammaga muhim. Shu bois Telegram kanalimizda jetlagni yengish haqida ko'pgina ma'lumot va lifehacklarni qoldirdik. Havola pastda, marhamat, kutamiz. Bittaga ko'p kaptog'urish qoyil. Ammo ko'pchiligingiz albatta jetlagni menga mutlaqo aloqasi yo'q, umuman hech qayerga uchmayman va bu holatni boshdan kechirmayman dersiz. Shu joyda yolg'on gapiryapsiz, chunki aksariyatingiz haftasiga 2 marta parvoz qilgandagidek jetlagni boshdan kechirasiz. Qachon? Tushda uchgandami? Yo'q.
Bu ijtimoiy jetlag. Tabiiy ritmingiz va jamiyat sizga yuklaydigan ritm bir-biriga to'g'ri kelmasligi. Dam olish kunlari ish kunidan ko'ra ko'proq uxlab, bir haftalik uyquning o'rnini to'ldirishga harakat qilasiz. Dushanba kuni esa yana soat bilan ertaga turasiz. Tana uchun bu haftada 2 marta soat poyasini o'zgartirish bilan bir xil. Qishda esa umuman dahshat. Ko'cha muzlab yotgan fazo bo'lganda ishga erta turishingiz kerak. Miya dissonansga tushadi. Yorug' emas, ammo faol bo'lish kerak. Qishki depressiyaga moyil odamlarga hatto yorug'lik terapiyasi, yorug'lik balansini tiklash uchun ertalab yarim soat 10 ming lyuksli chiroq oldida o'tirish buyuriladi. Tabiatga xronotiplar nega kerak? Balki bizni qiynash uchun. Yo'q, bu ahmoqona reja. Tabiatda bunday reja yo'q. Aytgancha uning hech qanday rejasi yo'q. Ishonishga loyiq qo'riqchi farazi bor. Albatta. Evolyutsiya hayvonlar, ularning ortidan qadimgi odamlar hammalari baravar o'chmay, doim bir ikki hushyor qo'riqchi uyg'oq turishi uchun uyqu grafikini har xil qilgan. Qushlar, kemiruvchi va surikatlar shunday qiladilar. Qadimgi odamlar ham shunday qilgan. Tanzaniyadagi Hadza qabilasi 10 ming yillardan buyon chiroq va soatsiz ajdodlari ritmi bo'yicha yashaydilar. Olimlar ularning uyqusini kuzatuvchi aqlli soat yaratishdi. Ma'lum bo'ldiki, 20 kunda qishloqda atigi 18 daqiqa davomida hamma bir vaqtda uxlagan. Qolgan paytda kimdir albatta uyg'oq bo'lgan. Shu bois gapsizda emas, boyqush yo to'rg'aylik ajdodlar merosi bo'lishi mumkin. Xronotip ularning hayotini saqlab qolgan. Biroq odamlar Afrikani tark etib, hayot ritmini o'zgartira boshladilar. U hozirgi davrgacha mudom o'zgarib kelgan. Atigi 400 yil avval odamlar umuman boshqacha uxlaganlarini bilarmidingiz? Tasavvur qiling, 17-asr Gollandiyaning biror yerida don sotuvchi savdogarsiz. Oqshom uyga kelib ovqatlanasiz. 8:30larda kulguli qalpoqcha kiyib, shamni o'chirasiz va uxlashga yotasiz. Ammo tunda 2:30larda uyg'onasiz. Qo'l betingizni yuvib, mehmondorchilikka ketasiz. U yerdagilar ham bari uyg'oq, kimdir o'qiyapti, ibodat qilyapti yo boshqa ish bilan band. Kimga qay biri muhim bo'lsa, bir necha soat o'tib hamma tong otguncha yana uxlash uchun tarqaladi. Birovning uyiga tongi soat 4da borish nega kerak? Shunchaki ko'proq uxlash mumkin-ku. Ammo hujjatlar va kitoblar ko'pchilik chindan ham shunday segmentlangan uyqu rejimida yashaganini isbotlaydi. Ba'zi odamlar birinchi uyqudan keyin qilishga ish topolmaganlari uchun ham oilalar serfarzand bo'lardi. Ammo nega buni ikki qismda uxlashni to'xtatdilar? Juda oddiy, elektr chiroq paydo bo'ldi. Quyosh botgach, sun'iy yorug'lik bir muncha vaqt davomida miyani aldab turadi. Shuning uchun uyquga yotish vaqti kechroqqa surilib, ikkita uyqu bitta 8 soatlikka birlashdi. Yana qahva ham ta'sir qilgan. 17-asr oxirigacha barcha yemakxonalar alkogolli bo'lgan. Odamlar nonushta, tushlik va uyqudan oldin ichishgan. Bu esa miyani tinchlantirgan. Biroq keyin qahvaxonalar ochilgan. Avval Sharqda, keyin esa Yevropada. Ularda odamlar miyani alkogol bilan allalamay, aksincha qahva yordamida uyg'otishgan. Shu tariqa qahvaxonalar munozaralar, biznes va yangi kashfiyotlarni muhokama qilish markazlariga aylangan. Qahva ma'rifat davri, ya'ni ilm-fan, ijod rivojlanishi, iqtisodiyot tug'ilishi, keyinroq sanoat inqilobiga turtki berdi. Bular inson uyquni keyinroqqa qoldirmoqchi bo'lganidan boshlandi. Axir uyqu bu nima? Bu noaniqlik, bu o'zi u qanday ishlaydi? Siz uchun uxlab qolish zulmatga keskin qulashday ko'rinadi. Ammo tashqaridan miyani kuzatsangiz, bu hech qanday qulash emas. Balki bir maromda uyqu bosqichlariga tushish ekanini ko'rasiz. Bu bosqichlar qanday bo'lishini anglash maqsadida Sechenov nomidagi universitetda miyamdagi elektr faolligi chastotasini kuzatish uchun menga mana bu elektrod datchiklarini taqishdi. Ertalab gipnogramma deyiladigan taxminan shunday grafik paydo bo'ladi. Qanchalik pastga tushsak, uyqu shunchalik chuqur, to'lqin chastotasi shuncha kam bo'ladi. Avvaliga yengil uyqu bosqichlari N1 va N2 keladi. Undan osongina uyg'onib, o'zingizni siniq his qilmaysiz. Kofein va metrodagi uyqu ayni shu bosqichda sodir bo'ladi. Keyin miya eng tubi, chuqur uyqu N3 ga tushadi. Birgalikda grafikning butun mana bu qismi sekin uyqu deyiladi. Axir uyqu qanchalik chuqur bo'lsa, miya zonalari shunchalik sinxron ravishda urib, katta sekin to'lqinlarni yaratadi. Bu faza o'rtasida deylik soat jiringlashdan uyg'onsangiz, uyqu inertsiyasida qolib ketasiz yo boshqachasiga uyqudan mastlikni boshdan kechirasiz. Uyg'ongach kravatda uzoq o'tirib, kallangizni ishlata olmagan paytdagi holat. O'shanda siklni buzgansiz. Miya sekin to'lqinlardan tezlariga o'tish kerak bo'lgan, ammo bunga imkon bermagansiz. Mayli, grafikka qaytsak.
Pastga qulagach, miya keskin tezlashadi. Bu davr tez uyqu deyiladi. Aynan shu vaqtda biz yorqin va esda qoladigan tushlarni ko'ramiz. Bu fazani yaxshilab o'rganish uchun yotishdan oldin odamga ko'z harakati va iyak mushaklari tonusi datchiklari o'rnatiladi. Ulardagi ko'rsatkichlardan ko'zlar yopiq, qovoqlar ostida faqatgina tez uyqu paytida harakatlanishi aniq ko'rinadi, chunki biz tushdagi vaziyatni sinchiklab o'rganamiz. Boshqa mushaklar aksincha butunlay o'chadi. Aynan shuning uchun bu davr ko'zlar tezkor harakatlanadigan uyqu fazasi deb ham aytiladi. Tez uyqu bir kechada bir necha marta, har bir yarim soatda sekingina o'zgaradi. Siz uxlaysiz, miyangiz esa baland-pastga arg'imchoq uchadi. Bunda miya qisqa vaqtga uyg'onishi mumkin. Me'yorda tun davomida 10 martagacha, shunchaki tanangiz, biqiningiz uyushib qolmasligi uchun holatingizni o'zgartirishga. Tongga yaqin tez uyqu fazalari uzunlashadi. Shu bois oxirgi tush eng yaxshi esda qoladi. Negaki u tez uyquning eng uzun fazasida tongda sodir bo'ladi. Odamni shu paytda yoki darhol undan keyin uyg'otsangiz, ehtimol u tushini unda nimalarni ko'rganini eslaydi. Hoy, uxlab qolmadingizmi ish qilib? Uyqu bosayotgan bo'lsa, burningizga shunday narsani tiqing. O'tib ketadi. Biz esa davom etamiz. Endi esa asosiy savolni berish mumkin. O'zi bizga uyqu nima uchun kerak? Xo'sh, bilmadim, miya dam olish uchundir balki. Javob shunday bo'lish kerakday, ammo unday emas. Miyangiz hech qachon dam olmaydi. Tamom, unuting. U hatto uxlaganingizda ham dam olmaydi. Unda mantiq nimada? Xo'sh, hozir aytaman. Menga shunday tushuntirish yoqadi. Kunduzi miya tashqi dunyoni o'rgansa, tunda ichki dunyoni o'rganadi. Kunduzi ko'z va boshqa sezgi a'zolaridan signal olgan miya qobig'i hujayralari sekin uyqu mahalida ichki a'zolar, ichak, o'pka va boshqalardan signal to'playdi. U ularning ishidan nosozlik aniqlasa, javob signali bilan ularning parametrini me'yorga keltiradi. Olimlar buni mushuklar, quyonlar va maymunlarda sinab ko'rdilar. Ichaklar va oshqozonni elektr toki bilan qo'zg'atganda ko'rish po'stlog'i birdan yoqilgan. Bunda hayvon uyg'onmagan. Uyqu esa qattiqroq bo'lgan, ya'ni po'stloq ichakda nimalar bo'layotganini tahlil qila boshlagan. Demak, sekin uyqu tana a'zolarimizga texnik xizmat ko'rsatish uchun kerak endi. Ha, ammo faqat shunga emas. Sekin uyqu paytida asab hujayralari qisqarib, ular orasidagi bo'shliqqa, diqqat, umurtqa pog'onasidan suyuqlik oqadi. U kir yuvish kukuni o'ramidagi oppoq dengiz to'lqini kabi miyadagi axlat va toksinlarni, jumladan Alsgeymer kasalligiga sabab bo'ladigan toksinlarni yuvib tashlaydi. Bu tom ma'noda miyani yuvish, lekin zararli emas, aksincha. Sekin uyquda yana o'sish gormoni ham ajralib chiqadi. Buning ustiga juda ko'p, kunlik me'yorning 80%. Bu bolalar uchun ayniqsa muhim. Shu sababli ular kattalarga o'xshab 7-8 soat uxlash o'rniga 9-10 soat, chaqaloqlar esa umuman kuniga 15 soat uxlashadi. Tanishing, bu investitsiya. Do'stlarimning qizi. U qariyb 1 oylik, kunning 70% davomida uxlaydi. Uyqu paytidagi o'sish gormoni bo'lmasa, u shunchaki o'smaydi. Ammo uxlash bo'yicha rekordni tug'ilishgacha o'rnatib bo'lamiz. Homila ichida 98% gacha vaqtda uxlaymiz. Hayratga soladigani, 7 oylikka kelib homilada sekin va tez uyqu sikllari ishga tushadi. U uyqusida ko'zlarini qimirlatib, aftidan tush ko'radi. Yana biz tug'ilgunga qadar esnay boshlaymiz. Qarang, qanchalik g'alati. Hozir o'zingizcha, men o'sib bo'lganman. O'sish gormoni menga nimaga kerak? Faqat endi o'saman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ha, o'sish gormoni sizga ham kerak. U sizga bir vaqtning o'zida super askar dorisi va rosamaxa regeneratsiyasiday ta'sir qiladi. O'sish gormoni oqsil sintezi, hujayralar bo'linishi va to'qimalar yangilanishini kuchaytiradi. Shu tariqa jarohatlaringiz asosan tunda, uyqu bo'lganda bitadi. O'sish gormoni yana kallik va teri qurishiga yo'l qo'ymay, bizni chiroyliroq qiladi. Shuningdek, tez charchash va suyaklarning mo'rtlashishini oldini oladi. Yana u yog'ni parchalaydi. Ha, uyquda hech narsa qilmay vazn yo'qotasiz. Super. Shu bois, ha, nafaqat sport zal yo parhez tutish kerak, balki yaxshilab uxlash ham zarur. Sekin uyqu tanani jismoniy darajada tartibga solsa, unda tez uyqu nima qiladi? To'g'ri, ruhiy darajada tartibga soladi. U kun davomida to'plangan barcha ma'lumotlarni muqim va keraksizga ajratadi. Bu qanday bo'ladi? Yurtimiz uchun odatiy bo'lgan usulda.
Aniqrog'i, hammasi tanish bilish bilan hal bo'ladi. Har gal biror yangi narsani o'rganganda yo noodatiy ish qilganda neyronlar o'rtasida yangi aloqalar, mana bunday novdalar paydo bo'ladi. Bu harakatni qanchalik tez-tez takrorlasangiz, aloqa shunchalik kuchli bo'ladi. Keyinroq ular yana melin bilan ham qoplanadi. Bu tokni yaxshiroq o'tkazish, demakki tezroq fikrlash va ko'nikmalarni aniqroq ifodalash uchun upgrade. Ammo hujayra cheksiz ravishda aloqa o'rnata olmaydi. Aks holda u mana bu simli ustunga o'xshab qoladi. Neyronning resurslari cheklangan, u ularning barini energiya bilan ta'minlay olmaydi. Aks holda behol bo'lib bo'ladi. Shu sababli tez uyquda miya tekshiruv o'tkazadi. Qaysi novdalar tez-tez ishlatilishi, qay biri ortiqcha joy egallashini aniqlaydi. Masalan, metrodagi shalpangquloq burni katta va qizil shapkali yigit timsoliga o'xshash zaif novdalarni u keraksiz deb topib, aloqani uzadi. Aksincha, taqdimot uchun tayyorlangan nutq kabi mustahkam aloqalarni kuchaytirib, uzoq muddatli xotiraga yuboradi. Demak, sekin uyqu fazalarida, ya'ni tunning birinchi yarmida tanangizni tiklaysiz, tongga yaqin esa tez uyqu fazalarida miya neyron aloqalar, ya'ni ko'nikmalar, bilim va hissiyotlarni saralab oladi. Ortiqcha stress hissini ertalabgacha so'ndirish ham tez uyquning funksiyasi. Shuning uchun ertalab oqshomdan donoroq. Bu shunchaki siyqas chiqqan maqol yo so'z o'yini emas. Bu kerakli bilim. Mushaklaringizni ko'proq ishlatsangiz, aytaylik, kachalkaga borsangiz, sizda sekin uyqu uzunroq bo'ladi. Mabodo kun davomida diplom ishini yozsangiz yo o'rtog'ingiz bilan qanday yarashish haqida bosh qotirsangiz, tez uyqu fazangiz uzayadi. Qiziq bir savol. Qancha vaqt umuman uxlamaslik mumkin? Bilmadim, tanadan qancha uyqu qarz bo'lishi mumkin? Bilasizmi? Havoriy Pyotrga ro'para qilmaslik uchun qancha uxlamay bo'ladi? Video boshidagi Randy Gardner haqidagi jumboq esingizdami? Ikkinchi nomzodni tanlagan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Bu xuddi o'sha tajriba uchun ketma-ket 11 kun uxlamagan odam. Biroq shu bilan birga u muntazam ravishda ko'zlari yarim ochiq holatda, ammo miyasi bir necha soniyaga o'chib, mikro uyquga ketavergan. Bu holat ko'pincha charchagan haydovchilarda kuzatiladi. Bu qanday bo'lishi va o'zingizni normal uyqudan mahrum qilish qanchalik xavfli ekaniga bir qarang. Mana bu xitoylikning hatto ko'zlari ochiq, ammo u baribir uxlab qolgan. Yaxshiyamki Randy mashina haydamagan. Normal holatga qaytishi uchun unga atigi 15 soat uxlash kerak bo'ldi. Mana mushugini veterinarga olib ketdi. Demak, uxlamaslik bo'yicha bir martalik tajriba tuzatib bo'lmas, ziyon yetkazmaydi. Ammo 6 oydan 30 oygacha uxlamaydigan odamlarni bilasizmi? Gap insonni o'ldiradigan halokatli oilaviy uyqusizlik haqida. Bu kamyob genetik kasallik va meros qilib olish mumkin bo'lgan eng yomon narsa. Undan bir oiladagi butun avlodlar aziyat chekishadi. Bunday oilalar esa dunyoda atigi 40 ta. Bu qanday bo'ladi? Tafsilotlar kerakmi? Mutatsiya tufayli miyadagi oqsillardan biri xavfli patogen, ya'ni prionga aylanadi. U tufayli miya tobora degradatsiya qiladi. U fikrlash funksiyalari, mushaklar, qon bosimi va gormon ishlab chiqarishni nazorat qilmay qo'yadi. Alomatlardan biri esa aynan uyqu buzilishi bo'lib, bemor uyqu va voqelik o'rtasida qolib ketadi. U oxir oqibat vafot etadi. Ammo bevosita uyqu yetishmasligidan emas, balki miya buzilishidan. Uyqu va voqelik o'rtasidagi holat o'ldirishi mumkin, ammo foydali bo'lishi ham mumkin. Gap gipnagogiya haqida. Salvador Dalining rasmlari esingizdami? O'ta g'alati, ammo diqqatni tortuvchi. Bu esa Disney bilan birga yaratgan multfilm. Qarang, qandaydir tabletga ichish kerakdir-da. Shart emas. Dali polga metall likopcha qo'yib, qo'lida katta kalit bilan uxlab qolardi. Mushaklari bo'shaganda kalit jaranglab likopchaga tushar, uyg'onib ketgan Dali esa hozirgina ko'rgan tasvirlarini qog'ozga tushirish uchun yugurardi. Ammo uning ko'rganlari hali tush emas. Bular gallyutsinatsiya, noaniq tasvirlar va hatto keskin tovushlar. Haqiqiy tushlar keyinroq paydo bo'ladi. 21-asr boshiga qadar tushlar faqat tez uyqu fazasida sodir bo'ladi deb o'ylaganmiz. Biroq endi bunday emasligini bilamiz. Sekin fazada ham yaqin kunlardan olingan skrinshotlar yoki sakrab turgan diafilmlarga o'xshash nimadir ko'ramiz. Shunchaki ular juda zerikarli. Ularni ko'pincha unutamiz. Tez fazada esa tushlar xuddi kinoda juda yorqin bo'ladi. Lekin nega ular shunday g'alati? Xo'sh, mendan uyqu haqida video chiqarishimni so'raganingizda ko'pchiligingiz aynan hozir boshlanadigan blog, tushlar haqidagi blogni kutganingizni bilaman. La'nati, ular o'zi nimani bildiradi? Texnik Pasha vannamga kirib olib, o'lik skumbriya bilan badaniga sovun urishi nimani anglatadi? Hayotda buni nima uchun qilishi tushunarli. Tushni aytyapman. Somnologlarning o'zlari ularning ma'nosini bilishmaydi, ammo qiziq farazlari bor.
Birinchisi sintezni faollashtirish nazariyasi deyiladi. Lekin men uni axlat kinoteatri degim keladi. Tez uyqu fazasida ko'zlarimizni qimirlatganimizda tush ko'ramiz. Bu damda xotiralar saralanib, o'chiriladigan parchalar pirvardida tushimizga kiradi. Ko'pincha kecha boshdan kechirgan aloqalarimiz yuzaga chiqadi. Misol, yana bir tushim. Men yaqinda kalmar o'yinini tomosha qilgandim. Unda juda ko'p haligi kapyushon va niqobli yigitlar bor edi va tushimga kapyushon va niqobli yigit kiribdi. Ammo men bu tushga o'tmishdan tasodifiy aloqalarni qo'shishga harakat qilgan. Shuning uchun niqob o'rniga bu yigitning yuzida bolalikdagi suratlarim qo'yilgandi. Ular mana bunday jimirlab turardi. Bu juda g'alati tush edi. Tushdagi syujetlar mantiqiy bo'lishi shart emas. Bu turli janrdagi har xil filmlardan parchalarni ko'r-ko'rona kesib bitta videoga birlashtirganga o'xshaydi. Psixiatr Alan Hobson aytganidek, tushlar miyaning o'z-o'ziga aytadigan ertaklari. Nima uchun? Unda u yoki bu neyron aloqalar nima uchun ishga tushishini tushuntirish uchun. Eng yaxshi holatida bu art house-ga o'xshaydi. Ammo ba'zan chindan ham dahshatli tushlarni ko'ramiz. Bunday tushlarning ma'nosini boshqa nazariya, tahdidga tahlid nazariyasi yaxshi tushuntiradi. Unda ta'kidlanishicha, miya bizni haqiqiy hayotdagi tahdidlarga tayyorlash uchun ataylab qo'rqinchli tushlar va yoqimsiz vaziyatlarni yaratadi. Matritsadagi mashq dasturiga o'xshab, tushunyapsizmi? Qo'rqinchli tushlar evolyutsion himoya mexanizmi bo'lishi mumkin. Tushda omon qolish haqiqiy hayotda omon qolishni anglatib, avlodni davom ettirish imkonini oshiradi. Lekin bilaman, ko'pchiligingiz tush ko'rmaysiz. Alam qiladi. Hech bo'lmaganda mitti dahshatcha ko'rsangiz edi. Axir olimlarning fikricha, hatto hayvonlar ham tez fazada tush ko'rishadi. Bu damda mushuklar tekislanadilar, itlar ko'pincha kimnidir quvlaydilar, hatto 8 oyoq ham tushida ko'zlarini qimirlatadi. U tushida nima ko'rishni bilishni xohlaysizmi? Marhamat, bu uning tanasida yozilgan. U tushidagi muhitga qarab o'zgaradi. 5 yoshdan keyin ko'rish qobiliyatini yo'qotgan bo'lsalar, ko'rlar ham vizual timsollarni ko'rishadi. Hatto tug'ma ko'r bo'lganlar ham tovushlar, hidlar va hatto taktil hislar ko'rinishida tush ko'rishadi. Aslida yer yuzida atigi bir nechta odam jisman tush ko'ra olmaydilar. Ular o'ta noyob sindrom. Ular Xo'sh, ular noyob kasallik, Charcot-Willebrand sindromidan aziyat chekishadi. Bir bemor ayol tufayli olimlar tushlar yariladigan asosiy a'zo qayerda ekanligini aniqladilar. Mana bu yerda til burmasida bo'ladi. U hissiyotlar va vizual tasvirlarni qayd qiladigan a'zo. Uni bizning videokartamiz deyish mumkin. Bemor ayolda shu sohada insult bo'lgan, ya'ni miyaning videokartasi kuyib qolgan va tushlar butkul yo'qolguncha tobora kam paydo bo'la boshlagan. Qisqasi, miyada shikastlanish bo'lmasa, siz 100% tush ko'rasiz. Shunchaki ularni eslab qolmaysiz. Buning sababi shundaki, uxlaganda xotiralarini yozib olishga yordam beradigan mediator noradrenalin miqdori pasayib ketadi. Miya tushdagi syujetni eslab qolishga qiynaladi. Uyqusi sezgir va tez-tez uyg'onadiganlaridan noradrenalin birdan ko'payadi. Shu bois ular tushlarini ko'proq eslay olishadi. Sizni zambarak bilan ham uyg'otib bo'lmasa, uzr, ammo tushingizni eslash qiyin bo'ladi. Biroq tush tadqiqotchisi Robert Stegoltdan bitta life hack bor. 3 ta katta stakanda suv olib, uyquga yotishdan oldin ichasiz va tunda bir necha marta nima uchun turasiz? To'g'ri, bo'shash uchun. Hojatxonaga borayotganda diktafon yo qog'ozga yozib oling, bo'ldi. Asosiysi tushingizda unitazni ko'rsangiz, undan foydalanmang. Bu tuzoq. Sizga shunday tuyulishi mumkin. Mazza, lekin rost o'rningizni qo'llab qo'yasiz. Xuddi shunday, bu tush va voqelik o'rtasidagi yagona sinxron parcha. Okey, tushlar qanday paydo bo'lishini bilib oldik. Biroq ular nimani anglatadi? Somnologlarning tush ta'birini aytadigan aniq qo'llanmalari yo'q. Ya'ni baliq bu yaqin tanishingiz texnik pasha baliq bilan sovun uryapti, demak u o'sha tanishingizga sovun uradimi? Yo'q. Bunday emas. Hech qanday universal ma'no yo'qmi? Albatta yo'q. Bu aniq. Kimdir yaqinda cho'kayotgan odam haqida kino ko'rgani uchun tushida cho'ksa, boshqa birov cho'kish bolalik jarohati aks sadosi bo'lgani uchun ko'radi. Uchinchisi yaqinda suzishni o'rgangani uchun. Ko'pincha hayotda nimani ko'rsak, tushimizda ham shuni ko'ramiz. Yandex tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, odamlarning so'rovlari yashash joyiga qarab farqlanadi. Misol, Chelyabinskda meteorit va yulduz uchishi ko'p tushga kiradi. Uzoq Sharqda ayiq, yo'lbars va tsunamilar. Volga yaqinida qisqichbaqalar, Moskvada esa metro. Ammo butun dunyo bo'ylab ko'pchilik odamlar ko'radigan tushlar ham bor. Masalan, balandlikdan yiqilish, kimdandir qochish yoki imtihondan yiqilishni ko'rish.
Ularni nemislar, Xitoy, Amerika va kanadaliklar, ruslar ham ko'rishadi. Balki hech bo'lmaganda shu yerda biror sehr bordir. Yo'q, bu yerda ham bari joyida. La'nati. Bu haligi taqlidga juda mos keladi. Ya'ni shu tariqa miya bizni oldindan deylik imtihondagi stressga tayyorlaydi. Okey, ammo o'lgan qarindoshingiz tushda kelib, sizni u dunyoga chaqiradigan chinakam g'alati tushlar bor. Yo qandaydir kasallik tushga kiradi. Keyin odam chindan ham kasal bo'ladi yo hatto vafot etadi. Tushlar nazariyasi kitobida psixonevrolog Vasiliy Kasatkin turli odamlarning 16 mingdan ortiq tushlarini yig'gan. U bunday qo'rqinchli tushlarni kasallikdagi tushlar toifasiga kiritgan. Ularni hali kasallik haqida bilmagan, ammo tana ogohlantirish impulslarini bera boshlaganda ko'ramiz. Deylik, qorindan yaralandingiz, chunki hayotda oshqozon yarasi paydo bo'lgan. Maxluq tomog'ingizni tishladi, boshlanayotgan angina. Yoki kimdir bo'g'ganday bo'ladi, tushda nafasingiz to'xtagandir. Bunaqasi tez-tez bo'lib turadi, uni apnoe deyishadi. Somnologlarda kasallik haqidagi tushlar doim sog'liqdagi muammolarni anglatishi haqida biror dalil yo'q. Bunday tushlar istalgan narsani, jumladan boshlanayotgan kasallikni ham anglatishi mumkin. Shu bois bunday tushdan keyin darhol shifoxonaga yugurish shart emas. Shunchaki o'z vaqtida ko'rikdan o'tib turing. Ha, buni unutmang. Ammo tushga kirib, sizni u dunyoga chaqiradigan marhum qarindoshlarchi? Mana bu qiziq. Balki shu joyda qandaydir sehr bor. Yo'q, bular ham tanada boshlanayotgan kasallikdan darak beruvchi signallar bo'lishi mumkin. Yoki siz bu odamni tez-tez eslaysiz. Endi esa har kim his qilishi va hayratlanishi mumkin bo'lgan yana bir g'alati narsa haqida. Karomatli tushlar. Kelajakni bashorat qilish shunaqasi bo'ladimi? Ha, miya har xil fokuslarga qodir. U ehtimolliklarni bashorat qilib, kelajak haqida reja tuzishni yaxshi ko'radi va hatto tunda tushda ham bu ishini qo'ymaydi. Masalan, kimnidir tushida mashina urdi, ertasiga uchindan ham avariyaga uchradi. Qanaqasiga, sehrmi bu? Yo'q, ehtimol bu odam so'nggi 6 oy davomida nuqul ishga kechikkani uchun qizil chiroqdan yo'ldan o'tgandir. Ehtimollar nazariyasiga ko'ra, bu ishida davom etaversa, uni ehtimol biror kun mashina urib yuboradi. Tushlar esa shunchaki tahdid haqida eslatma. Bunday bashoratlar amalga oshganda, bu bizni hayratga soladi. Buni qara, folbin bo'lib keti, karomatli tush. Ammo bunday bashoratlarning nechtasi amalga oshmaganini esingizdami? O'rningizdan javob beraman, yo'q, eslay olmaysiz. Xullas, karomatli tush o'zga xos omon qolish hodisasi. Minglab muvaffaqiyatsiz bashoratlar orasida to'g'ri chiqqan bitta bashorat. Sergey Mezinsevning podkastida somnolog Roman Buzunov ajoyib misol keltirdi. Bir qizcha tushida balerina bo'lishni ko'rardi. O'shanda 7 yosh bo'lgan, u ulg'ayib chindan ham balerina bo'ladi. O'sha tushini eslab uni karomatli deydi. Yutug'ini tezda sehr bilan izohlashga urinar ekan, yillab mashq va mehnat qilganini inobatga olmaydi. Tush miya bashorat qilgani uchun emas, tinmay ishlagani uchun amalga oshgan. Yana bir umumiy sirli syujet bor. Ayrimlar tushda uyg'onadilar. Uy ishlarini qila boshlaydilar. Sayrga chiqadilar, kino ko'radilar, ammo keyin nimanidir payqaydilar. Biror bema'ni narsa bo'ladi. Misol, televizordan ulkan ko'z qarab turibdi. Odam yana uyg'onadi, 10 martalab uyg'onishi mumkin. Tushida uyg'onadiganlar ko'pincha yana bir hiylani qila olishadi. Boshdan kechirganlar tushundi. Bu ongli tushlar. Bu uxlayotganda miya po'stlog'idagi idrok, xotira, diqqat va rejalashtirish uchun mas'ul qismlar uyg'onishi. Tamam, odam tushini o'zi boshqarishi mumkin. 4-devorni buzganday. Atrofingizdagilar chinakam emasligini anglab turasiz va ssenariyga bo'ysunmay improvizatsiya qilishingiz mumkin. Bir nechta mashhur texnika bor. Ulardan biri wake back to bed. Buning uchun uyg'otgichni odatdagidan 1-2 soatga vaqtliroq qo'ying. Uyg'ongach yarim soatga biror tinch mashg'ulot toping. Masalan, kiyim dazmollash. So'ng o'zingizni tushida hushyor qolishga ishontirib, uxlashga yoting. Buni mohiyati shundaki, uxlab qolganda darrov tez uyqu fazasiga tushish. Ikkinchi texnika voqelikni tekshirib turish. Uni vazifasi keyin tushda so'rash uchun bitta savolni takrorlayverish. Uxlayapmanmi? Uxlamayapmanmi? Juda ham g'alati holat. Lekin ongli tush ko'radiganlar bizni aslida aldayotgan bo'lsalarchi? Tushda hech nimani boshqarmasalar, buni qanday tekshirish mumkin? Ular bilan uxlayotgan paytlari aloqa o'rnatib, muloqot qilish. Buni iloji bor. Olimlar uxlayotganlarga oddiy signal uzatish yo'lini topishdi. 36 nafar ko'ngillidan 6 nafari tushda o'zlarini anglab, mushak harakatlari bilan signal berib olishdi. Olimlar ularning quloqlariga biror savolni pichirlashgan. Misol, futbol ko'rasanmi?
U esa javob ha bo'lsa, kelishuvga ko'ra 2 marta yuzini qimirlayotgan yoki yo'q bo'lsa 2 marta qosh chimirgan. Ko'rib turibsizki, uxlayotgan odam futbol ko'rmaydi. Buni qoshidan bilsa bo'ladi. Yana matematik misollar ham berishgan. Qovoqlariga Morze alifbosida 4-0 xabari uzatilgan. U esa ko'zini 4 marta chapga o'ngga qimirlatib javob bergan. Chiroqda signal berishni ular tushda chiroq lipillashiday qabul qilishgan. Bu spiritik seanslarga o'xshab ketadi. Nargi dunyo bilan gaplashish, ilgari odamlar arvohlar bilan gaplashganlar. Ouija taxtasi yordamida birgina farqi ongli tushlar ilmiy jihatdan tan olingan. Chunki yolg'on detektoridan farqli o'laroq polisomnografni aldab bo'lmaydi. Uxlagan va uyg'oq odamning miya to'lqinlari farq qiladi. Demak, apparat aldamaydi. Tajribadagilar aniq uxlaganlar, ammo ilm-fan aniq javob topa olgan narsa bu. Ongli tushlar qay darajada xavfli ekanligi. Ongli tushlar paytida uyqu sikli buzilishi mumkin. Bu ko'pincha biror kasallikka olib keladi. Qanaqa kasallik dersiz? Ular shu qadar ko'pki, ishonch bilan parasamniya olami, mo'jizaviy olamiga xush kelibsiz deyish mumkin. Uyqu buzilishi shunday nomlanadi. Ular tufayli kimdir o'zini kravatga bog'lashga ham majbur. Bu kasallik RPBS, tez uyqu paytida xulq-atvor o'zgarishi deyiladi. Bu odamlar esi og'gan jinnilar emas, ular uyquda qo'rqinchli tushlardan qochishlari yo himoyalanishlari mumkin. Biroq bir muammocha bor, ularda miya va mushaklar o'rtasidagi aloqa o'chmaydi. Shu bois tez uyqu fazasidagi harakatlar hayotga o'tadi. Ular o'zlarini to'shakka bog'lashga majbur, aks holda jarohatlanishlari yo turmush o'rtoqlariga ziyon yetkazishlari mumkin. Men ularga munosib raqiblarini topdim. Oyparastlar yo ilmiy tilda somnambulizmdan aziyat chekuvchilar. Oldingi kasallikdan farqli o'laroq, ularning miyasi tez uyqu emas, sekin uyqu fazasida uyg'onishni yaxshi ko'radi, ammo to'liq emas. Faqat hissiyotlar, tuyg'u a'zolari bilan aloqa va harakatlar ishga tushadi, ammo xotira va ongli qarorlar markazi uyquda bo'ladi. Aniqrog'i, boshqa ish bilan band bo'ladi. Shuning uchun bemor turib, to'satdan orqa hovliga eshikni ochishi, devorga hojatini chiqarishi, qo'rqinchli rasmga g'alati tikilib turishi, manekenga qo'shiq kuylashi, ovqat pishirishi yo aksincha yarim sovutgich narsani yeyishi mumkin. Yana raqsga tushishi va ajoyib hikoyalarni so'zlab berishi mumkin. The tomato cage. Yeah, I was doing a special thing, but the tomato cage wouldn't open. And where is this tomato cage? Someplace. Odatda oyparastlar faqat o'zlariga ziyon yetkazadilar. Shu bois ular chiqib ketmasliklari uchun yotoqxonaga murakkab qulflarni o'rnatish, o'zlariga jarohat yetkazmasliklari uchun o'tkir burchaklarini xavfsizlantirish tavsiya qilinadi. Boshqalar uchun oyparastlar xavf tug'dirmaydi. To qo'llariga pichoq olmagunlaricha. Kunlarning birida 23 yashar kanadalik Kenneth Parks uyida o'tirganda shunchaki televizor ko'rib uxlab qolgan. Biroq qo'llari qonga belangan holda qaynotasining uyida uyg'ondi. U uydan chiqqani, mashinada 20 kilometr yo'l bosgani va qaynonasini temir tayoq va pichoq bilan o'ldirganini mutlaqo esla olmasdi. Qaynotasini Kenneth bo'g'moqchi bo'lgan, ammo u tirik qolgan. Bu voqea qanday tugaganini bilmoqchimisiz? Kennethni oqlashdi. Tibbiy ko'rik uning miyasidagi to'lqinlar barcha qarindoshlarniki kabi tartibsiz ekanligini aniqladi. Qolaversa, qotillik kuni u 2 kun to'yib uxlamagan, jazirama oftobda regbi o'ynagan va qarzdorligi sababli kuchli stressni his etgan edi. Yigit genetika va mudhish tasodiflar kokteylini tayyorlagan edi. Aytishim kerakki, u qaynona haqidagi latifalarda barcha erlar pinhona orzu qiladigan ishni qilgan. Buning ustiga qonun bilan muammoga duch kelmagan. Ammo faktligicha qoladi. Qonun har holda g'arb davlatlarida seksomniyadagi kabi uyqu buzilishini yengillatuvchi omil sifatida qabul qiladi. Bu kasallikda odam uxlayotgan bo'lsa-da, jinsiy taraflama faol bo'ladi. Keyin hech nimani esla olmaydi. Ba'zan bunday oyparastlarni zo'rlaganlikda ayblashadi. Biroq ayblanuvchi uyquda yo hushyor bo'lganini qanday aniqlash mumkin? Bular seksomniya bilan bog'liq haqiqiy ishlar. Otalar qizlariga, yigitlar qiz o'rtoqlariga tegajog'lik qilishgan va hokazolar. Tekshiruvlar bemor uyqu buzilishidan 100% aziyat chekishini ko'rsatsa, ular oqlangan. Bu sog'lom odamning to'lqinlari. Bu oyparastniki, bu dengiz to'lqini. Ammo ularni chet elda oqlashadi. Bizda bunday ayblov uchun qamalishi aniq. Biroq nimadir bo'lsa, somnologik va psixologik ekspertizani talab qiling.
Bunday ayblovni uxlaganda faol bo'lmagan, aksincha kun davomida o'chib qolaveradigan odamga to'nkab bo'lmaydi. Kasallik narkolepsiya deyiladi. U tufayli bechoralar sutkaning qorong'u qismida 10 soatlab, yana kunduzi bir necha soat uxlashadi. Uyg'oq bo'lganda ham uxlaganlari kelaveradi. Ba'zan kasallik butkul ashaddiy tus oladi. Katapleksiyali narkolepsiya. Tasavvur qiling, yaxshigina ko'rsatuvni tomosha qilib, kulib o'tiribsiz va to'satdan hoppa, o'chib qoldingiz. Xayr, barcha mushaklar bo'shashadi. Keyin hop, uyqu xuruji xuddi shunday to'satdan tugaydi. Odam har qanday kuchli hissiyotdan istalgan joyda tez uyquga tushib, tana ustidan nazoratni yo'qotadi. Teleshouda, trenirovkada yo hatto rulda. Shuning uchun bemorlar begona joyda kulish va stressdan saqlanishlari kerak. Bunday bemorlar boshqalardan ko'ra ko'proq yana bir yoqimsiz holat, uyqu falajini boshdan kechirishadi. Ular o'zlarini harakatsiz va notavon his qilishadi. Vahimaga tushib, yonlarida kimdir turganday tuyuladi. Soya, yovuz qiyofa, hatto bolalar ertagidagi maxluq. Buni bir gal boshdan kechirganman. Albatta, uxlashimdan oldin aytishganiday arvohli xonada. Qanday bo'lgan? Uyg'ondim, ko'zimni ochdim, qimirlay olmayman. Ich-ichimdan shamol esyapti, uni his qilyapman, eshityapman. Arvoh ichimga kirib, uchib ag'dar-to'ntar qilyapti deb o'yladim. Juda rasvo tuyg'u. Hech kimga tilamayman. Dahshat darajada qo'rqinchli. Ammo bunga mantiqiy tushuntirish bersa bo'ladi. Bu stress va qattiq charchash. Misrliklarning tushiga jin kiradi. Bu emas, iblisga o'xshab kiyingan mana bunisi. Italiyaliklar uning o'rniga badbashara kampirni ko'rishadi. Janubiy afrikaliklarni karlik takaloshi bezovta qiladi. Aynan bolalikdan qo'rqinchli afsonalar bilan qo'rqitadigan mamlakatlarda uyqu falaji ko'proq uchraydi. Jindan qo'rqadigan misrliklarda u bularning birini maxluqlar bilan emas, odatiy stress bilan tushuntiradigan daniyaliklarga qaraganda 2 marta ko'proq uchraydi. Xullas, uyqu falaji bu uyqu va uyg'oqlik o'rtasidagi holat, chegara holat. Anchayin qo'rqinchli, ammo ziyonsiz. Xo'sh, eng noyob holatlarini gapirib berdim. Eng zerikarli uyqu kasali qoldi. Bu uyqusizlik. Men sizga u haqida gapirib bermoqchi emasman. Ha, gapirmayman. Uyqusizlik to'g'risida bilishni istasangiz, u haqida Telegram kanalimizda gapirib beramiz. Marhamat, kanalga o'ting. Qolaversa bir oyda atiga 5 kecha uxlamagan bo'lsangiz, bu hali uyqusizlik emas. Ha, balki bu shunchaki ishdagi stress tufayli qisqa muddatli uyqu buzilishidir. Yo, noto'g'ri joyda uxlayotgandirsiz. Muhit to'g'ri kelmagandir. Uyqu butun boshli ilm-fan. Uxlashga ham ilmiy yotish kerak. Shuning uchun mana yo'riqnoma. Men ham yaqin kunlargacha to'g'ri kelganday uxlardim. Yigitlar, bu dahshat edi. Rost, ba'zan hatto terlab ketardim. Shifokorga borib, aka tunda terlayman, nima qilay deb so'radim. Menga hech bo'lmasa telefonga qarashni bas qil deyishdi. Ertasi kun albatta unumsiz o'tdi. Tetik bo'lish uchun 3 chashkalab qahva ichdim, ma'ruza tingladim, podkast tingladim. Ammo ular meni nazorat qilishda motivatsiya berishdi. Ha, ma'lumot kalada qoladi, tamom, keyin sal o'tib esdan chiqadi. Menimcha ko'pchilik hozir o'zini tanidi. Bilishda-ku bilamiz, lekin amal qilmaymiz. Men sizga uyqumni o'zgartirgan trener haqida gapirib beraman. U sizga ham yordam bersa juda xursand bo'laman. Ayniqsa 9 dan 12 gacha ishlashni yaxshi ko'radiganlarga. Umuman olganda u odam emas, bu Sleepy Telegram boti. Bunday olib qarasa, uyqu bo'yicha shaxsiy trenerga ega bo'ldim. U 250 ta tadqiqotga asoslangan, faqatgina ishonchli faktlardan foydalanadi va u har kuni kecha-yu kunduz men bilan birga, ya'ni yarim yo'lda tashlab keta olmayman. Shunchaki yoting, chiroqni pasaytiring, qolganini Sleepyga ishoning. Avvaliga u sizni sokin muhitga tushiradi, bo'shashtiradi, keyin o'yin shaklida maslahat beradi. Masalan, melatoninni qanday boshqarish, qaysi ovqatlar uyqu sifatini yaxshilashi, sevgi yordamida uyquga ta'sir qilish, mukammal grafikni qanday yaratish, faqatgina Sleepy ko'magida yaxshi uyqu nechta omildan iborat bo'lishini bildim. Bular hidlar, kislorod, odatlaringiz, namlik, sokinlik. Trenirovka 30 kun davom etadi. Uyqudan oldin bir necha daqiqa. Umuman easy, chaqaloqday beg'am uxlay boshladim. Hali 15 kungina shug'ullandim va soatimdagi uyqu trekingidan sog'lom uyqu fazalarini ko'rib turibman. Sleepy nafaqat to'g'ri uxlashga ko'maklashadi, yana u to'g'ri odatlarni shakllantirishga qarashadi. Biroz intizom bizga yetishmaydigan narsa shu. Yana nimalar bor?
Savollaringizga bepul javob beradigan somnolog bilan chat. Maxsus yoga nidra esa tashvishlangiz va bosimni yo'qotadi. Zo'r narsa, Sleepy'dan foydalanuvchilar yozishlaricha, undan so'ng bir lahzada uxlab qolishadi. Ovozni eshitib ko'ring. Есть только ты и этот момент. Yaxshi uyquni keyinga surmang. Tunda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmang, Sleepy'ga kiring. Uxlashga oid 15 usul bilan tanishing. Aytgancha bu videomizga ajoyib to'ldirish. Ertasi kuni tetik kuchga to'lib uyg'onishni istaganlar uchun must have. Pastdagi havola bilan mendan birinchi mingta foydalanuvchiga 60% chegirma. 60%. O'ylab o'tirmay pastga yuguring. Sleepy'ni hoziroq ishga tushiring. Ungacha esa mendan bir nechta spoiler. Bugun yaxshiroq uxlashingiz uchun. Ulardan birinchisi rezinasiz paypoq. Ha, kulgili eshitilsa-da, masala jiddiy. Yaxshi uxlash uchun tovon va tos harorati bir xil bo'lishi kerak. Paypoqda uxlaydiganlarning uyqusi uzunroq, tunda esa ular 7 marta kamroq uyg'onishadi. Ikkinchi maslahat, uxlayotgan paytda har qanday yorug'lik bu birinchi raqamli dushmaningiz. Hatto parda ortidagi chiroq nuri melanin ishlab chiqarilishini pasaytiradi. Yechim bor, yorug'lik o'tkazmaydigan blackout parda ilamiz. Kompyuter, gadjetlar ham ortiqcha nur chiqaradi. Ayniqsa eng tetiklashtiruvchi ko'k rangda. Uxlashdan oldin iliq sariq rangli lampadan foydalangan ma'qul. Telefonda esa yorug'likni pasaytirib, qora yo sariq mavzuga o'ting. Havo ham muhim. Shu sababli uni buzmang va xonani yaxshilab shamollating. Yaxshisi derazada kichik tirqish qoldiring. Haroratni 18 dan 25 gacha tanlang. Tajribadagilarning fikricha, ideal namlik 55% ga teng. Shuning uchun havo namlantirgich bu haqqoniy bro. Ayniqsa qishda batareyalar qizib turganda, yana o'rtacha kattalikdagi qulay matras tanlang. Ha, somnologlar fikricha uyquni yaxshilaydigan matraslar yo'q, ammo yaxshisida tezroq uxlab qolasiz. Umurtqangiz esa ertalab sizga rahmat deydi. Tajriba sifatida og'ir adyalni oling, unga lavashday o'raling va o'zingizni kimnidir bag'rida yotganday his eting. Bugungi sonimizda uyqu haqida ilm-fanga ma'lum bo'lgan deyarli hamma narsani Bu sondan qo'rqayotgandim, chunki talab juda katta edi. Bir talay like olgan mana bu izoh esimizda. Boshlagan ishimni tugatdim. Endi jamoam tinch uxlashi, meni tinch uxlashim mumkin. Siz ham, chunki endi uyqu shunchaki umrning bekorga sarflangan 3 dan 1 qismi emasligini bilasiz. Uxlashga shunday munosabatda bo'lsangiz deyman. Siz kunduzi sifatli yashash uchun uxlaysiz. Uzun kunduzgi hayotingiz esa uxlashga tayyorgarlik. Talablaringizga ko'ra yana biror son chiqishini istasangiz, izohlarda fikringizni qoldiring, boshqalarning bildirgan fikrini qo'llang, like qo'ying. Bugungi son yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun izohlar yozing va har doimgidek aqlingizni charxlang. Xayr. Hammaga yana bir marta salom, rahmat. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, videoni oxirigacha ko'ribsiz. Minnatdorman. Like qo'ying, obuna bo'ling. Rostdan ham juda harakat qildik. Sleepy'ni unutmang. U uyquni tartibga solishga ko'maklashadi. Hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, u qayerga borishni bilmasangiz, Skype Pro Texnik Pasha yangi kanal ochganini aytishni so'radi. Havola pastda yo soobshestvoda bo'ladi. Ha, yana investitsiya haqida. Bu hazil edi. Aslida ismi Sasha. Tug'ilgani to'g'risidagi guvohnomani hazil uchun qilishgan. Oldinda bizni ko'pgina qiziqarli mavzular kutmoqda. Kanalda qoling, obuna bo'ling. Xayr.